السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاركين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilar va o'quvchilarimiz. Navbatdagi darsimizda biz kishilik olmoshlari haqida gaplashamiz. Kishilik olmoshlari bu biz shaxslarga ishora qilganimizda foydalanadigan so'zlarimizdir. Ya'ni men, sen, u kabi. Arab tilidagi kishilik olmoshlari murojaat qilish jihatidan ikki qismga, ya'ni muzakkarga va muannasga bo'linadi. Ya'ni biz erkak kishiga murojaat qilayotganimiz yoki ishora qilayotganimizda boshqa bir so'zlardan va ayol kishiga murojaat va ishora qilayotganimizda boshqa bir so'zlardan foydalanamiz. Kishilik olmoshlarini birlik, ikkilik va ko'plik shakllari bor. Va bundan tashqari biz kishilik olmoshlarini 3 qismga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni uchinchi shaxs, ikkinchi shaxs va birinchi shaxs shaklida. Dastlab uchinchi shaxsdan boshlaymiz. Uchinchi shaxs bu g'oyib. Ya'ni siz bu yerda bo'lmagan yoki bu yerda bo'lsa ham o'zaro ikki kishini o'rtasidagi suhbatda qatnashmayotgan kishiga nisbatan qo'llaysiz. Ya'ni u deganingiz bu g'oyib uchinchi shaxs bo'ladi. Uchinchi shaxsda erkak jinsidagi, ya'ni muzakkar jinsdagi shaxsga nisbatan u demoqchi bo'lsangiz huwa deysiz. Huwa. Ya'ni tarjimasi u o'g'il bola degan. Bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan bir narsa shuki, ya'ni bu muhim narsa, ko'pchilik o'quvchilar mana shu yerda yanglishadi. Bu u kalimasini kim aytayotgani muhim emas. Xoh u qiz bola bo'lsin, xoh u o'g'il bola bo'lsin, farqi yo'q. Lekin kimga nisbatan aytilayotgani muhim. U deyayotgan shaxsimiz o'g'il bola bo'lsa, huva bo'ladi. Agar qiz bola bo'lsa, mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan hiya bo'ladi. Siz xoh o'g'il bola bo'ling, xoh qiz bola bo'ling, lekin ko'rsatayotgan shaxsingiz, ishora qilayotgan shaxsingiz o'g'il bola yoki qiz bola bo'lsa, ana shunda jinslarga ajratasiz. Demak, qiz bolaga nisbatan u demoqchi bo'lsangiz, u bitta bo'lsa hiya deysiz. Hiya. Mana bu yerda yani nuqtasi tushib qolgan. Hiya deb o'qiladi. Ana endi ko'rsatayotgan shaxsingiz ikkita bo'lsa va u ikkita o'g'il bola bo'lsin yoki ikkita qiz bola bo'lsin yoki bitta o'g'il bola, bitta qiz bola bo'lsin, farqi yo'q. Unda siz huma deysiz. Huma bo'ladi. Tarjimasi u ikkisi deyayotgan bo'lasiz. Ya'ni ikkilikning muzakkari va muannasi yo'q. O'zimizdagi kabi erkin foydalanaverasiz. Ammo ko'rsatayotgan shaxslaringiz ikkitadan yuqori bo'lsa, 3 ta, 10 ta bo'lishi mumkin, balki 100 ta bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Lekin ular muzakkar jinsdagilar bo'lsa, unda siz hum kalimasidan foydalanasiz. Hum, ya'ni ular. Tarjimasi o'g'il bolalar degani. Kechirasiz, o'g'il bolalar emas, ular degani, ya'ni o'g'il bolalarga nisbatan erkak jinsidagi shaxslarga nisbatan foydalanasiz. Ana endi ko'rsatayotgan shaxslaringiz muannas jinsdagilar bo'lsa va ular ikkitadan yuqori bo'lsa, siz unda hunna kalimasini ishlatasiz. Tarjimasi bu ham ular degani, faqat qiz bolalar, ya'ni muannas jinsdagi shaxslar uchun. Yaxshilab tushunib oldik. Demak, bu uchinchi shaxs g'oyib siyg'asi edi. Ya'ni huwa
hiya, huma, hum, hunna. Ana endi ikkinchi shaxs bu muxotab deb nomlanadi. Muxotab ma'nosi xitob qilinuvchi. Qisqa qilib aytganda, ya'ni sen yoki siz. Murojaatni siz qabul qilyapsizmi? Demak, siz muxotabsiz. Ya'ni sen deya sizga qarata aytilayotgan so'zni yoki gapni qabul qilayotganingiz uchun siz muxotab bo'lasiz. Ya'ni ikkinchi shaxs hisoblanasiz. Va bu muxotab ham muzakkar va muannas jinslarga bo'linadi. Demak, bitta shaxsga nisbatan u muzakkar jinsida bo'lsa, sen deb murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, anta deysiz. O'g'il bolaga nisbatan anta. Murojaat qilayotganingiz endi qiz bola bo'lsa, unda siz unga anti deysiz. Tarjimasi ikkisini ham sen degani. Ya'ni shu yerda bir narsani aytishimiz kerakki, arab tilida siz murojaati bir kishiga nisbatan ishlatilmaydi. Ya'ni u xoh katta bo'lsin, xoh kichik bo'lsin, siz anta desangiz behurmatlik qilgan bo'lmaysiz. Balki bu grammatik qoida. Endi ko'rsatayotgan shaxsingiz, ya'ni murojaat qilayotgan shaxsingiz ikkita bo'lsa va u xoh bitta qiz, bitta o'g'il bo'lsin yoki ikkita o'g'il bola bo'lsin yoki ikkita qiz bola bo'lsin, tepada aytib o'tganimizdek farqi yo'q. Siz antuma deysiz. Tarjimasi siz ikkingiz degani. Ya'ni ikkiliklarning jinsi yo'q, muzakkar va muannas jinslarga bo'lib o'rganmaymiz. Antuma. Va murojaat qilayotgan shaxslaringiz ikkitadan yuqori bo'lsa va ular muzakkar jinsdagi shaxslar bo'lsa, mana unda siz ularga nisbatan antum deysiz. Antum. Mana endi bu tarjimasi sizlar degani. Demak, siz murojaatini ko'plikka nisbatan ishlatar ekanmiz. Sizlar. Ya'ni kim? O'g'il bolalar. O'g'il bolalarga nisbatan. Va qizlarga bo'lsa, ya'ni muannas jinsdagi shaxslarga ikkitadan yuqorilariga antunna deb murojaat qilasiz. Bu sizlar degani. Demak, anta, anti, antuma, antum, antunna. Va birinchi shaxs. Birinchi shaxs mutakallim deyiladi. Mutakallim ya'ni gapiruvchi. Gapiruvchi. Gapirganda kim haqida gapiradi? O'zi haqida gapiradi. Ya'ni men deydi yoki biz deydi. Mana shu sabab bular mutakallim deyiladi. Birinchi shaxsni, ya'ni mutakallimni muzakkari va muannasi bo'lmaydi. Nega? Chunki uchinchi shaxsda ko'rdik yoki ikkinchi shaxslarda ko'rdik. Biz ma'lum bir shaxslar haqida gapirganimizda yoki ma'lum bir shaxslarga murojaat qilganimizda uni muzakkar va muannasga ajratishimiz shart bo'ldi. Nega? Chunki siz u desangiz, eshitib turgan odam u deganda aniq kimni nazarda tutayotganingizni bilmaydi. Yoki sen desangiz, mana bu yerda bitta o'g'il bola, bitta qiz bola turgan bo'lsa, siz sen desangiz, u aniq qaysi birimizni nazarda tutyapti deb bilmaydi. Lekin arab tilida anta desangiz, o'g'il bolaga nisbatan gapirilyapti ekan, menga emas ekan deydi qiz bola. Yoki anti desangiz, o'g'il bola menga murojaat qilmayapti, qiz bolaga deydi. Ya'ni ikkinchi shaxs va uchinchi shaxslarni aynan qaysi birini
ma'lum bo'lmagani uchun, ya'ni siz aynan qaysi birini nazarda tutayotganingiz ma'lum bo'lmagani uchun ularni shaxslarga ajratiladi. Birinchi shaxsda bo'lsa, siz men degan paytingizda siz o'g'il bola bo'lsangiz, demak o'zingiz haqingizda gapiryapsiz, o'zingizni nazarda tutyapsiz. Yoki men desangiz arab tilida, ya'ni ana desangiz, siz qiz bola bo'lsangiz, aynan o'zingizni nazarda tutayotganingiz uchun, sizni hay'atingizdan, ko'rinishingizdan qaysi jinsdaligingiz ma'lum bo'lgani uchun birinchi shaxs muzakkar va muannas jinslarga ajratilmagan. Demak, o'g'il bola ham ana, qiz bola ham ana deyishi mumkin. Ana degani men degani. Endi bittadan yuqori 2 kishi, 3 kishi, 10 kishi, 100 kishi farqi yo'q. Biz ikkimiz deydimi yoki bizlar deydimi, unda nahnu deb aytishi mumkin. Nahnu biz degani. Ya'ni ana va nahnu. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. Savollar bo'lsa kommentariyada yozishingiz mumkin va men ham sizga savol berishni istadim. Bilganlar bo'lsa kommentariyada yozsa, to'g'ri bo'lsa biz javob qaytaramiz. Ya'ni agar qiz bolalar yoki o'g'il bolalar aralashib turgan joyda, ya'ni ikkitadan yuqori, sizlar demoqchi bo'lsak, antumdan foydalanamizmi yoki antunnadan? Yoki qiz bolalar va o'g'il bolalar aralashib turgan paytda ular demoqchi bo'lsak, hum kalimasidan foydalanamizmi yoki hunna kalimasidan foydalanamizmi? Javobini kommentariyada kutib qolaman. Ma'assalam, ila liqo. Salomat bo'linglar.